Qaysi saytdan dachani bron qilasiz? Bizda Instagramdan. Hech qachon anaqa aldanib qolib, rasmdagi dacha chiqqan bo'lganmi? Taklifdan hech bir borganingizdan o sharoitlari yo'q, rasmdagi chiqmaydigan dacha bo'lgan unaqa narsa bo'lgan. Assalomu alaykum Bronlaus kuzatuvchilari. Hozirgi kunda havo harorati pasayganligiga qaramasdan dam olishga chiqayotgan gruppadoshlar, sinfdoshlar, kursdoshlar bilan qizg'in suhbat quramiz. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Chachim. Aka, yaqin orada dachaga chiqdingizmi dam olishga? Hayit oldi chiqdik. Mana bugun chiqib ketyapmiz endi. Noyabr oyida. Oxirgi marta ham shu yozda. Yozda kimlar bilan chiqdingiz? Og'ayni ulfat. Og'ay, faqat og'aynilar. Biz o'sirlar chiqamiz, oilaviy oldinga chiqamiz. Oxirgi marta iyun oyida keldik. Iyun oyida. Men shu kollektiv. Ha, mana shunday. Aka, qaysi saytdan dachani bron qilasiz? Bizda Instagramdan. Instagramdan. Bochkaga kiramiz, shunda o'zi turadi. O'zlari nima qiladi? Taklif beradi. Shunaqa. Hech qachon anaqa aldanib qolib, rasmdagi dacha chiqqan bo'lganmi? Men sizga zo'r ishonchli saytni aytaman, agar ma'qul kelsa o'zingizga. Bronlaus degan sayt bor. Unda mehmonxona, dacha, har xil turdagi dam olish maskanlari bor. Bron qilsangiz bo'ladi. Ham yonbop, ham kategoriyalari bor. Do'stlar bilan kollektivni ham narxlari ham hamyonbop. Qachondan qachongacha hammasini olsangiz bo'ladi. Bronlaus saytidan ham ishonchli, ham hamyonbop. Sovuq bo'lishiga qaramay insonlar dam olishga chiqyapti. Xo'sh, siz qachon dam olishga chiqmoqchisiz? Bronlaus tog' dam olishi bo'yicha yagona portal.